Do'stlarimiz, yana ajoyib mahsulotimiz bu ovulyatsion tester hisoblanadi. Bu ovulyatsion testerimiz asosan qoramollarni kuyiga kelgan kelmaganligini foizlarda aytib beradigan apparatimiz. Bu apparatimizning foydalanishi juda oson. Faqat raqamlar 3 ta raqam chiqadi. Shu raqamlarga asoslanib molni kuyiga kelgan va kelmaganligini aniqlab, unga boyagi assimilyatorlarimiz urug' qo'yadi. Bu degani muzlatilgan urug'larni eritib turib payetalarda jo'natishadi. U nima vazifani bajaradi deganda, bunda urug'ni kuyiga kelgan vaqtini to'g'ri aniqlasak, demak qo'yayotgan urug'imizni ushlash darajasi 70-80% gacha oshadi. O'shaning uchun bu test apparatlarimiz assimilyatorlar uchun juda kerakli mahsulot. Va bu mahsulotimizda mijozimiz zakaz qilganlar bu payetani kechadigan pichoqchasi buni jo'natyapmiz. Bu mahsulotimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Kamoliddin akamizga jo'natyapmiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz va guruhimizga a'zo bo'lishingiz mumkin, Telegram guruhlarimizga va Instagramga, YouTube'ga a'zo bo'ling va like bosing. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.